Bugun mamlakatimiz bo'ylab o'tkazilayotgan umumxalq xayriya hashari doirasida Toshkent davlat transport universiteti hududida ham keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari tashkil etildi. Ushbu hashar yurt obodligi avvalo mahalladan boshlanadi degan shiori ostida o'tkazilmoqda. Talabalar, volontyorlar hamda xodimlar birgalikda hududni tozalash, atrof muhitni obodonlashtirish ishlarida faol ishtirok etishmoqda. Bunday tadbirlarda nafaqat hududimizning yanada ozoda va obod bo'lishiga xizmat qiladi, balki yoshlarimizda tabiatga mehr, jamoaviylik va mas'uliyatlilik hissini ham yanada mustahkamlaydi. Barcha talabalarimizni va yoshlarimizni yurtimiz obodligi yo'lida o'tkazilayotgan bunday ezgu tashabbuslarda faol ishtirok etishga chorlab qolamiz.